ikkita so'zdan iborat savoli bo'ladi. Ko'pincha bu qaysidir so'z aytaman, siz o'shanga iloji bo'lsa tezroq o'z fikringizni bildirishingiz kerak. Men jigarim obxo. Ключевой. Amir Spader. Kenja farzand. Do'stim. O'rganchi. Hurmatulloh. Dublyaj. Quvonch. Kulgu. Dublyaj. Abror. Dance. Tensa. Dosturboy o'zim. Rap. Javohir. Kiyimish. Uka. Biz pul. Hamma narsa ideal. Orzu Oskar. Billboard. Dunyoni egallash. Amalga oshmaydigan narsa. Katta joyda konsert berish. Men Go'zallik. Javob bermasam bo'lmaydimi? hayot. Go'zallik cheksiz. Qizlar vodisi. Har kunlik Har kunga o'sha odatli. Ya'ni har kuni kim nima ish qilsa, o'sha odatlar yomon. Shu odamning odati-da. uxlamaslik birinchi odat. Hobbi qo'shchilik. Hobbi basketbol. Bekorchilik. Bo'sh vaqtda qilinadigan narsalar. Muzika. Biz keyingi Mana shuni go'zallikka qo'yish kerak edi. san'at. Menimcha hayot. Kerak, shu deganda nima qilib kerak? Monsterbek hayotga keladi. Bu ham biz keyingi Odam ichidan nima chiqayotgan shuni mazza qiladi deb aytganda, agar o'ziga taalluqli yoshda bo'lsa, ma'nosi. Hayot. talant. O'zim. Bu men. Ashe mazza. Hamma sizga qarab turgan bo'ladi, boshqacha chustda bo'ladi. Orzu. Orzu. Keyingi bu. Bu ham men. Hurmat bu birinchi o'rinda deb o'ylayman. Men. Hurmatulloh. Sizlash, kimnidir hurmat qilish. Чтобы sizdan chiqish Hurmat pastga tushdi. Odam bunchami. har doim ham bajarilmaydigan narsa. Bajarilishi kerak bo'lgan narsa. Erkak kishi. Oskar. Mashhurlar bilan ko'rish. Birgalikda duet qilib qo'shish. 31 yosh bo'lgan. Karyera. Hali ulg'aymagan Salis. Birinchi qadam. Karantinni unutgan yerimiz. Hayotimda вообще burilish yasab o'rgan edim. Keyingi endi toshlar qo'ydi. Hammasida menda bo'ldi. Xudoga shukr. Gap talashishdi. Dublyajda. Bu raqsda yaxshimi? Biznes. Privichkada. Urush chiqib ketib qolaydi, kimdir gapiradi, o'shani chidab o'tirishda yaxshi emasman, chidolmayman. Homilada yomon. Chiqib ketishim qiyin odamlar bilan. Raqsda. Yomonmi? Dam olishda, dam ololmayman. Birinchi o'rin. Kerakli narsa, hayotda kerakli narsa ishonch. Ishonchsizlik. Monsterbek eng anaqa adolatli odam. Ikkinchi o'rinda omadsizlik ham bo'lib turadi hammada. Shuning uchun ham по-любому keladigan narsada omad. Tipi domi bor degani. Bo'lib turadigan narsa. Hammada bo'ladigan narsa. O'zim. Maqsad bu oliy narsa deb o'ylayman. Men uchun birinchi o'rinda tarqalib ketmaslik. Orzularga erishtiruvchi bir yo'l Uxlash. Baxtning siri sevgida. Birinchi mana shuncha narsa qilib mana shu joy qilib keyin mazza qilaman deb o'ylamasligingiz kerak. O'shanda baxtli bo'lasiz. Agar o'sha kunni kutsangiz, baxtli bo'lmaysiz. Oddiy narsalarga ham quvonish. baxtning siri shukur qilish. Odam o'zi xohlagan, o'zi nima niyat qilgan bo'lsa, nima maqsad qo'ygan bo'lsa, o'shanga erishish. Bu ham sevgi.
Oila bu hamma narsa. Ota-ona. Shu bola chaqada. Kendi o'zim oilam. Keyin kendisda. Nimadirga erisha olmasangiz. Qo'rquv bu motivatsiya. Qorong'ulik keldi hayolimga. Tarqalib ketish. Uyqusizlik. Forever, you and me. Bu ham biz. Forever bu birinchi qadam. Kendi. Forever. Bizani qo'shiq. Kendi bilan kendis. Uyqu sevaman uni. Kerakli paytda kelmaydi. Yoshligimda eng ko'p bo'ladigan narsa, katta bo'lgandan keyin kam bo'ladigan narsa. Uyqu ham. Orzu ham. Maqsadiga erishgan deb olardim. Ghost qo'ysa bo'ladi. U ghost. U arvoh degan. Omadli omadsiz. Bola hayoti. Davis kendini yaratishi. Biz kendi. Ni comfortness. Bemalolmaslik. Futbol. Mashhurlik orzuyim. Grammy'da turib sovrin olish. Kendi family, oila. 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 Kendi oilam. 5 yulduz. Tennis тоже. Oila. Farzandlar. Oilam. Ko'p o'ylayman-da, kendisi haqida. Nima bo'lsa ham bizani поддержка qilishadi, yaxshi kun bo'lsa ham, yomon kun bo'lsa ham doim oldimizda. Nimadir bo'lib qolsa, kimdir bizlardan hech yozsa darrov shug'ullanib qilishadi. Qilish yaxshi bo'ladi kendisda. Rahmat bolam kendi so'zi. Tugadi savol. Tugadi rahmat. Rahmat. Tugadi.